Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar qizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Issiqlarda charchamasdan. Tinchmisizlar? Omonmisizlar? Uydagilar yaxshimi? Hammalaringiz. Hozir keks tayyorlamoqchi edim. Shuni birato'la sizlarga video olib olay dedim. Bu yerda mana 3 ta tuxumni уже chaqib qo'ydim. Mana hozir 1 stakan sut solamiz. Yarim stakan shunaqa kichkina stakanda o'simlik yog'i, ozgina shakar shunaqa stakanda va razrixritel va vanilin solamiz. Uni o'ziga moslab xamirimizni qo'yiq yoki suyuqligiga qarab solamiz. Yana jarayonda sizlarga ko'rsataman buni. Sizlar agar mikserlar bo'lsa, mikserda ham qilsanglar bo'ladi. Menda ham mikser bor, yo'q emas. Lekin hozir to'g'risi olishga erindim. Shunga shunaqa oddiy venchikda ozgina shakarlari eriguncha aralashtirib olamiz. Tuxum bilan 3 ta. Shakarimizni. Bunaqa oppoq ko'pik bo'lguncha aralashtirish shart emas. Shunchaki shu shakarlari eriguncha aralashtirsak bo'ladi. Bo'ldi, mana erdi. Endi sutimizni qo'yamiz. Va yana 1-2 marta aralashtiramiz. Endi o'simlik yog'ini solamiz. Aralashtiramiz. Mana endi qizlar suyuqlar massalarimizni sog'oldik. Endi unga o'tamiz. Unimiz albatta elanishi kerak. Men shunaqa sitadan o'tkazib solaman. Endi shu unga razrixritelda bitta pachka. Bu yerda 10 gram ekan. 10 gramni hammasini solamiz. Endi Kent yaxshi firma yoqadi. Turkiyaniki. Качественный chiqadi narsalari. Вот. Razrixritel va vanilinni soldim. Unga aralashtirib va yana elab shunaqa qilib solamiz. Endi sekin-sekin aralashtiramiz. Hozir yana ko'ramiz. Xamirimizga qaraymiz. Qo'yiq yoki suyuqligiga qarab. O'zi keks xamiri o'ta ham qo'yilib, uni ko'payib ketsa, qanaqadir quruq bo'lib qoladi. Juda ham suyuq bo'lsa, berch bo'lib, ichi pishmay qoladi. Men gramlab solmayman qizlar. Hammani o'zini ko'z o'lchovi bor. Buni bekalar, uy bekalari juda ham yaxshi biladi. Povur yoki konditorlarga o'xshab grammini grammiga qilib grammajlarini solmayman. O'zimni o'lchovimda solaman. Mana. Hozir suyuqda xamirimiz. Yana ozgina un solamiz. Va aralashtiramiz. Fonda bunaqa
turk muzikalarini eshitaman. Bilsanglar, naydan foydalanishgan, juda ham qalbga yoqadigan muzikalar qilishadi turklar. Allohni eslatadi, yig'lagingiz keladi, qandaydir ruhingiz maza qiladi. Lekin buni hozir fonda qo'ysam, уже menga avtorskiy prava keladi. Shunga mana pauza qilib qo'ydim hozir. Ko'pincha shunaqa dips muzikalar deydimi bizda. Shunaqa muzikalar eshitmayman. Shunaqa sokin muzikalar eshitib ish qilaman. Mana ozgina qo'shdim. Mana xamirimiz maromiga yetdi deb o'ylayman qizlar. Уже mana shunaqa qilganinglarda как будто xamirga shunaqa nima desa bo'ladi, rasm chizgandek mana chizilib tushishi kerak xamir izi. Mana bu уже tayyor degan. Men uchun shunaqa. Endi boshqalar qanaqa ketma-ketlikda tayyorlaydi, xamiri qanaqa, hammani aytayapman, o'zini bekalarni retsepti bo'ladi, shaxsiy o'zi tayyorlaydigan. Meniki shu mana. Shunaqa bo'ladi, bo'ldi, o'sha bu tayyor degan. Hozir qolipga qo'yamiz. Qizlarjonlar, qaranglar, hozir menda shunaqa vaziyat. Xamirim ko'pga o'xshadi, qolipim kichkina. Hozir buni hammasini bunga solsam, toshadi keksim. Shunga shuncha solaman, ishini hisobiga olib, ya'ni ko'tarilishini hisobiga olib va yana bitta shunaqa qolipim bor. Qolgan xamirni, ortganini shunga solib qo'yaman. Shunga solib pishiraman, ya'ni. Hozir endi yog'laymiz qolipimizni. Обязательно yog'lash kerak. Mana qizlar, yog'lab oldim. Endi sekin quyamiz xamirimizni. Bismillah deb. Ilohim o'xshasin. Bismillah. По-моему, yetadi. Ko'tarilishini hisobga oldim. Mana. Yetadi. Uramiz. Havolari chiqadi. Buni bunga solamiz. Bunga to'g'ri ozroq, lekin unga hammasini solsam hozir toshadi. O'tgan safar xuddi shu masalalar bo'yicha qilgandim, toshib ketdi. Shunga yarmini bunga solib pishiramiz. Вот. Hozir ketma-ket solamiz. Qizlar, mana kekslarni solib qo'ydim. Oldindan 15 minut, 20 minut oldin yoqilgan duxovkaga solamiz. Уже ketdi kekslar. Endi bugun kechga chechevichni suvib, mana shunaqa
xohlasanglar maydalanglar, xohlasanglar shunaqa kattaroq qilib kesib, hozir buni yuvib solamiz, suv solamiz va gazga qo'yib qo'yaman. Pishadi. Pishib chiqqandan keyin bitta blender qilib yuboramiz, tayyor bo'ladi. Aytgancha, hozir buni yoniga go'shtli non ham qilaman. Hozir uni ham agar imkonim bo'lsa, imkon darajasida videoga olib qo'yishga harakat qilaman, qizlar. Bolalarım juda ham yaxshi ko'rishadi o'sha sho'rmani. O'zi bilyapsizlarmi qizlar, issiqda hech ham ovqat yegimiz kelmayapti. Alhamdulillah, bu issiqlar ham g'animat. Keladi, chidaymiz albatta. Mana. Endi bunga suv. Shunga yengilroq ovqat qilgim keldi bugun. Bolalarim juda ham yaxshi ko'radi, ayniqsa o'g'lim. Shunga bog'chadan kelishiga tayyor qilib qo'ymoqchiman. Bo'ldi mana. Suv to'ldirib gazga qo'yamiz. Qizlar, mana gazga qo'yib yubordim. Sho'rvani bu yoqda keks pishyapti. Hozir uni ham videoga olib ko'rsataman. Bilasizlarmi qizlar, bitta narsa esimdan voqe chiqib qolibdi. Hozir go'shtli nonga piyoz bilan ichiga go'sht qilish kerak. Men go'shtni оказывается morozinlikdan olmabman. Hozir endi uni eritishga qo'yish kerak. Xayolimda yo'q umuman. Shunga endi xamirim tayyor уже. Oddiy drojali xamir olamiz. Nonlarga olinadigan. Menimcha hamma bilsa kerak. Muchit qilib qo'ymadim. Boshidan oxirigacha oddiy drojali xamirni, ya'ni ko'ptirilgan xamirni qo'yib qo'ymadim. Hamma o'zini bilganicha qilaveradi, lekin go'shtli nonni qanaqa qilinishini ko'rsataman. Oddiy, u ham unaqa bir qiyin anaqasi yo'q. Hozir uni ham videoga olishga harakat qilaman. Mana bu yerda o'sha sho'rvamiz qaynab turadi ungacha, xudo xohlasa. Ana qizlar, kekslarimiz ham o'sha xudo xohlasa ko'tarilib qolibdi. Yaqinda pishib qoladi. Bo't. Azizlar, mana hozir kekslarim pishib chiqdi. Olaman duxovkadan. Mana bu keyingi solganim, lekin kuymagan qizlar. Kamera shunaqa to'q rangda ko'rsatyapti nimagadir, kuymagan. Mana bu ikkinchisi. Mashalloh. Вот. Juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Uyimni prям hidi tutib ketdi. Valingan solganimiz uchun. Afsus, bu hidni kamera yetkazib bera olmaydi. Endi buni ham sovutib olib, to'liq sovutib olib, ustiga yoki sug'ushonli moloko surib qo'yaman yoki shokolad surib qo'yaman. Saxirning pudram bor, ya'ni shakar upasi, lekin bolalarimga yoqmaydi. Shunga yoki shokolad bilan yoki sug'ushonli moloko bilan ustigini surib bezatmoqchiman. Mana qizlar, tayyor bo'ldi. Go'shtim ozgina muzidan tushdi. Shunga go'shtli nonimni ichini tayyorlab oldim. Nachinkasini, ya'ni bu yerda 3 dona piyoz, ozgina go'sht,
tuz, ziravor va shakar opam bor edi. Buni ham sovordim, maza beradi deb. Sizlar qo'shmasanglar ham bo'ladi. Hozir endi xamirimizni yoyib, ichiga bu masalliqimizni solib o'ramiz. Mana xamirlarimiz tayyor bo'ldi. Endi shunaqa qilib ikkita zuvalaga bo'lib oldim. O'rtacha qalinlikda yumaloq qilib yoyib olamiz. O'ralgan xamirlarim o'ziga kelib, tinib, yaxshi yoyilishi uchun dam olguncha o'g'limni bog'chadan olishga chiqib kelaman. Kirib, go'shtli nonlarimizni pishirib olamiz. Sho'rvam tayyor, keksim tayyor. Nonimni go'shtini o'rab qo'ydim. Xudo xolasa kirib, tezgina nonlarni pishirib olsak, kechki ovqatimiz tayyor bo'ladi. Mana shunaqa qilib yoyib olib, unlab yoyib olamiz. Keyin ustiga tuxum sarig'i, kunjut sepdim va shunaqa vilkada ozgina urib olamiz. Ishib ketmasligi uchun bir tekis bo'lib, formasini yo'qotmasdan chiroyli chiqadi. Mana уже tayyor qizlar. Alhamdulillah pishirib oldim. Keksimga shunaqa shokolad qilib ustiga kokos sepdim. Nonim pishdi issiqqina, ozgina yarimta tarvuzim bor edi xolodilnikda. Buni ham blender qilib, shunaqa tabiiy sharbat sifatida qilib qo'ydim. Bu yoqda mana chechevichniy supim tayyor bo'ldi. Duxovkada ikkinchi go'shtli nonim pishyapti. Mana kechki ovqatga shunaqa oddiy, hammani uyida topiladigan masalliqlardan mazali taomlar tayyorladim. Sizlar ham albatta qilib ko'ringlar. Yoqadi. Qizlarjonlar, menga ketkazgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Men ham roziman. Kanalimga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Kommentariyada o'zingiz fikrlaringizni qoldiring. Mana kelinglar bizga yoqimli ishtaha.